Assalomu alaykum, Yazon 24 kanalining obunachilari. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi mutlaq bepul, narxi 200 ming so'm. Kimga zarur bo'ladigan bo'lsa, kommentariyani yaxshilab o'qisalaring, o'zlarining tumanlaringdan, shaharlaringdan dastavchilarda telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Tepyapti ekan mana. Boshqaga keldi Namangan, lola. Namangan, ular hamma qishloq. Qishloq, yeyapmiz mana. Endi hozir mana antivirus bilan bir savol ko'ramiz hozir. Yangi gruppa ochdik, Telegramdan tepkir mol deb qidirsalaring chiqadi. Kommentariyani eng oxiriga tepkir mol deb yozib qo'yaman. Tepasiga bosib qo'shilishlari mumkin. Mol pitillaveradi bo'lmasa. Kecha nuqtada ekan-da bu. Men shu baquvvat mol bo'ladi nuqtada. Aka, orqasidan bitta haydaverasizmi? Shu haydavering. Bu shoxiga baylanganda bor-ku, qaltayib turardi. 5176 kelmadi. Yoki durma ko'ring. Qizilni bosib qo'yaveraymi? Yo'q. Turaversinmi? Video to'xtatmoqchi bo'lsa-da, o'yingani bilinib qoladi bunisi. Montaj qilishganmi bularni? Mana shu bo'lsa-chi. Bitta kapalaq qo'ysang. Buni chiqarishda mana buni qayriladi, mana bukiladi, bunday qilib mana. Ko'pchilik tortadi vaqara. Shu qo'ysam bo'ladimi? Yoki qo'yadimi? 2063 telefon qilyapti endi. 3 ga qo'yasan shekilli. 3 ta yaxshi turibdi. Yoki qo'yamayman. Meni berchi. Buni urib qo'ydim. Buni taqib olamiz. Jango, shu nuqtada chaqaqda ona endi. Mana sariq ketmasa bo'ladimi? Bo'sh. Hozir buni bolasi yo'q-ku. Nari yon turibdi bolasi. Yeylikmi bola? Bolasi Qatib yotibdi, nimasi? Yelim. Dumda ushlasang battar qilarki. Qayrilyapti-dimi? O'tkizma. Ha. Ikkita shapalaq yeysan xolos dumidan. Qo'yib yubordim buni. Haqiqiy joylariga. Aka shoxiga baylasa bo'ladimi shuni? ha, sho'g'ilga bo'lasiz-da. Shoxiga baylaylik shuni. Assalomu alaykum. Bolasi chiqarishdilar, to'g'rimi? Yedirib olish kerak. Suv chiqmayapti-da. Qari yemasa chiqish qiyin u. Pitirchilab oladi endi moslashib olgungacha. Ona joni o'rayapti hozir. Ikkinchi razmerga qo'yib qo'ydim. Ikkalasini ikkinchi razmerga. Katta mol ekan. Bolasini qo'yib olishlar yo'q bunaqa. To'g'ri. Qayerdan chiqadi? Nariyadan chiqadimi? Chiqarib yuboring. Nariyadan chiqadimi bu yoqdanmi? Asli tomondan chiqar. O'sh tepani olib turib. Bo'lmasa qo'yavering. Nariyadan bo'lsa hamma kirgizamiz dedim. Mol bezda qilasiz. Mali tug'dimi?
Qanchaga olasiz? 29. 29. Bolasini Ina ovoz. bo'ladimi? Bolani ovoz. Ina bo'la oldingizmi? Ana bolasi nima ekan? Bu soliq. Ko'paysin. Ko'paysin. O'zi keldi. O'z bor-ku. Kechasi qorovulda aka. 6 ta bor. Kechasi 1-2 ta tashqari sizam aqlli uradi. Bu ovqat yeyaptimi? Uncha qonni kirib ketdi. Yaqin tuqqan ekanlar. Tuqqanni o'zib ketadi. Ha. Bolasi yemak qiladi. Bolasiga bitta idirib yuborish kerak ekan. Shunda temir. temir yechib turib, mana bitta suring bolasi chiqib ketadi o'zi. Shuni Ha, xususan bo'lmasin. bunaqa sal sursangiz bo'ldi, o'zi bolasi sakrab chiqib ketadi. U terisidan tortib turib do'ng'izaga tiqilar ekanda. Ha. Ko'rsiz, Dumog'iga. Mana maytdan ushlab nima qilib qo'yibman. Ko'pchilik maytdan ushlaydi-da. Tiraydi mana do'ng'izasi yemaydi. Maka surib yuboringlar. Oldiga arqon yo'qmi? Sap. Chiqarib olmayman, lekin battar pitirlaydi. Ketdi bolaga ilhot. Ko'zi aşağıda. Ha, bolasi yeyilg'a bo'ladi. Ha. Eshityapmi ovoz? Men sal iyib endi. Yerga qo'yib qo'ysam ovoz chiqmas ekan. İyi, belki de yiyemeden ekan. Bolasi yemsa yeyib ketar ekan. Kim so'radi o'zi buni? Kecha keldi u, o'zim to'g'ri. Ha, o'zi so'rasizmi? So'rashni bilasizmi yaxshi? Aha, javni huzur bilmayman. Sizda qazog'im. Bitta jiyanim bor, ikki qo'lda so'radi. Vaz. Qo'li orib ketdi. Birinchi marta mol olib. Kecha bitta akani olib so'radi. Yaziyonda, ishxona bor. Bunisini yo'lda o'zi ham bor. Aziga katta so'skasi. Bunday ushlasangiz vazza chiqib ketar ekanda. Birinchi sotganimizda chiqmadi hali. Bolasi emodi, emgandan keyin shuni yeyib berdi, haligi mol bor. Polis tez hali vazzalar chiqarkanda.